yakshanba va dushanba kunlari faqatgina Olmaliq filialimizda ham -50% chegirmalarimizda bo'lib o'tadi. Hozir ichkariga kirib -50% chegirmadagi mahsulotlarimiz bilan tanishib chiqamiz. 50% ushbu noskilarimizdan 10 ming so'mdan, shapkalarimizdan narxlariga qarab 18 ming va 10 ming so'mdan xarid qilsanglar bo'ladi. 40 minglik kolgotkalarimiz 20 ming so'mga, shetkalarimiz ham ikki xil narxda 20 ming va 10 ming so'mdan bo'ladi. Bu qatordagi boyjoylarimiz uchun obuflarimiz -50% 39 ming. Bu qatordagi o'g'il farzandlarimiz uchun katta razmerdagi obuflarimiz ham 39 ming so'mdan bo'ladi. Bu tarafdagi krossovka etiklarimiz aralash narxlarda, lekin sizlar uchun 39 ming so'mdan qo'yib kurtkaga ulgurmaganlar bo'lsa, sizlar uchun 39 ming so'mdan ham kurtkalarimiz bor. Bu qatordagi qizg'o'g'illarimiz uchun quloqchilarimiz 10 ming so'mga, 95 ming so'mdan sotilgan shkolli shimlarimiz bo'lsa, teng yarim narxda 48 ming so'mga to'g'ri keladi. Bu qatordagi tapchkalarimizni teng yarim narxda 15 ming so'mdan xarid qilsanglar bo'ladi. 35 mingdan sotilgan mashina tapchkalar 18 ming so'mga, 65 mingdan sotilgan mashina tapchkalar bo'lsa 33 ming so'mga to'g'ri keladi. Burumchalarimiz 35 mingdan sotilgan, teng yarim narxda 18 ming so'm bo'ladi. 100 mingdan sotilgan ushbu sliperlar 50 ming so'mga, bu qalin kurtkali kaminzollar ham 50 ming so'mga to'g'ri keladi. Bu 145 dan sotilgan kaminzollar 73 ming so'm, 35 mingdan sotilgan nimchalar bo'lsa teng yarim narxda 18 ming so'mga, 95 dan sotilgan sliperlar bo'lsa teng yarim narxda 48 mingga to'g'ri keladi. Bu Turkiya sliperlarimizni 61 mingdan, bu yerdagi 65 minglik sliperlarni bo'lsa 33 ming so'mdan xarid qilsanglar bo'ladi. 110 minglik Turkiya sliperlar 55 ming so'mga, 45 mingdan sotilgan tayyor yo'rgaylarimizni 23 ming so'mdan xarid qilsanglar bo'ladi. Bu yerdagi 45 mingdan sotilgan ichlar nachosli 5 tali naborimizda 45 mingdan sotilgan teng yarim narxda 23 ming so'mga to'g'ri keladi. Teng yarim narxda 5 ming so'mdan raspishonkalarni va palzunkalarimizni 5 ming so'mdan xarid qilsanglar bo'ladi. Bu qatordagi Turkiya mahsuloti bo'lgan tovarlarimiz yoki boshqa mahsulotlarimizni har xil narxda bo'lgani uchun bittalab narxini ololmadim. Shu yerda ko'rib turgan hamma tovarlarni -50% chegirmada xarid qilsanglar bo'ladi. Olmaliq filialimizda ikkinchi etajimizga oyoq kiyimlarimiz va -50% tushgan mahsulotlarimizni hammasini qo'yishga harakat qildik. Ayrim mahsulotlarimiz birinchi etajimizda ham bor. Eslatib o'taman, barcha qishki mahsulotlarimizga -50% chegirmalarimiz bo'lib o'tadi. Faqatgina qishki ichi nachosli mahsulotlarimizga faqat Olmaliq filialimizda amal qiladi.